Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsataymi? Avvalambor assalomu alaykum. 1-oktyabr soat 9 bo'lyapti. Ertamanda. Fransiyadaman. Mana bu yerda. Bu yerda krugovoyni движение, Kalsovoy bor ekan. Shu Kalsovoydan mana bu tomonga yursangiz, chap tomonga yursangiz, Italiyaga o'tib ketasiz ekan, o'tib qolasiz ekan. O'ng tomonga, o'ng tomonga, Kalsovoydan chap tomonga yursangiz, Italiyaga o'tib qolasiz ekan. O'ng tomonga yursangiz, Shvetsariyaga o'tib qolasiz ekan. Men hozir Fransiya zonasida turibman. Shu 500 metr 1 kilometr emas, 500-600 metrmi yozib qo'yibdi. Yursangiz Italiya, chap tomon Italiya, to'g'riga yursangiz Shvetsariya, o'ng tomonga yursangiz Fransiyaga o'tib qolasiz ekan. Ajoyib joy ekan. Tog'larda, odamlarda, uylari, tog'lar, tepalarida qaraydi. Tabiatning go'zalligini qaraydi. Tabiatning go'zalligini qaraydi. Tepalarda uylarni ko'ryapsizlarmi? Xalq nihoyatda farovon. Qaraydi. Chiroyliligini qaraydi, tabiatni. Bulutlar Alp tog'larining orasidaman. Tog' tepasidagi binolarni qaranglar, mana maktablar. Ekrani anaqa qilib qo'yammi, chang bosib qo'yammi, kamerasi qarang. Odamlarning uylarini ko'ryapsizlarmi? Tog'ning yon bag'ridagi. Havoning tozaligini aytmaysizlarmi? Qaranglar mana. Chiroyliligini qaranglar, tabiat. Nihoyatda chiroyli. Men mana bu yerdan yuk olgani kelganman. Mana. Ana bu fransuz akaxonning mashinasi mana. Mana bu meniki. Global Transport Vengriya. Global Transport. İşimiz yaxshi, ko'z tegmasin. Oyliklari vaqtida zo'r. Yevropada eng oldi oyliklardan. Xavfli yuk toifasiga kiruvchi yuklardan deyilgan. Endi ADR dokument bo'lish kerak bunga. Menda bor. O'qiganman, olganman. Shu unaqa to'rtburchak unaqa plastik idishlarda 1 tonnalik. Shu qanaqadir ximikatda, kimyoviy. Bu og'ir yuk bo'ladi. To'ldirib yuklab bersa bo'lib ham 2 etaj yuklashi mumkin. 2 etaj yuklaganda 24 tonnadan oshib ketadi. Menimcha agar mana undan bo'lsa 2 etaj, onundan bo'lsa 1 etaj yuklaydi, oqdan bo'lsa. Yuklayapti. O'tib ko'rganim yo'q, orqasiga bir o'tib ko'rib qo'ysam ham bo'lar ekan. Yuklash boshlanganiga gideti 1,5 soat bo'lib qoldi. Yana 1,5 soatda yuklab bo'ladi. Hujjatini olamanda Fransiyani narigi chekkasiga olib boraman. Bugungi ishim shu, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Juda tabiat chiroyli, odamlar to'ng'izdan to'q yashayotgan joylar ekan. Bulutlar tepasida, tog'ni tepasi. O'zimni ham ko'rsatib qo'yay endi. Soppa sog'man, tirikman.
Barcha tanigan bilgan do'stlar, tanish-bilishlarga barchalariga alanjali salom. Fransiya, Shveysariya, Italiya chegarasidamiz. Fransiyaning zonasida. Mana ular.